Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va voqealar tafsiloti bilan tanishing. Efirda Qashqadaryo axboroti. Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, mahalliy byudjet mablag'larini manzilli yo'naltirish hamda hududda jamoat xavfsizligini ta'minlashga oid muhim masalalar muhokama qilindi. Dastlab shu haqda Deputatlar, senatorlar, tegishli tashkilotlar rahbarlari, jamoatchilik vakillari va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etgan sessiya kun tartibiga jamiyat uchun dolzarb bo'lgan 10 dan ortiq masala kiritildi. Sessiyadagi asosiy masalalardan biri 2026-yil boshidagi mahalliy byudjetning erkin qoldiq mablag'larini viloyatdagi muhim infratuzilma loyihalariga yo'naltirish bo'ldi. Shuningdek, infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik hamda mahalla ixtisoslashuvi jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish, ularni vaqtinchalik depozitga joylashtirish mexanizmi ko'rib chiqildi. Shaharsozlik va xususiy mulk himoyasi ham e'tibor markazida bo'ldi. Jumladan Nishon tumanidagi Qarshi Talamarjon avtomobil yo'lini kengaytirish hududiga tushgan ko'chmas mulk obyekti mulkdorlari bilan ochiq va shaffof muhokama o'tkazish masalasi alohida ko'rib chiqildi. Bundan tashqari deputatlar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari va ulardagi bino inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etishga oid ilgari qabul qilingan qarorlarga tegishli o'zgartirishlar kiritildi. Deputatlarimiz tomonidan har bitta masalani mohiyati birma-bir muhokama qilib ko'rildi va shunga qarab deputatlarimiz tomonidan har bitta masalaga aloqador tashkilotlardan hisobotlar so'raldi. Bu hisobotlarda har bir masalaga nima qilishimiz kerak, qachon qilishimiz kerak, qayerda qilishimiz kerak, har bir masalaga bizga o'zimizni okrugimizdan saylangan saylovchilarimiz tomonidan qo'yilgan masalalarni muhokama qilishda yordam berdi. Xususan mahalladagi jinoyatchilik sodir bo'lishi va uni bartaraf etish masalalari yoki bo'lmasa yo'llardagi avtohalokatlarni kelib chiqish sabablari, ularni bartaraf etish masalalari ko'rilib, har bitta o'sha o'zimizni tumanimizda, okrugimizdagi mavjud muammolarni hal qilish choralari belgilab berildi. Bundan tashqari byudjetda orttirilgan mablag'larni yo'naltirilish. Viloyatimizdagi har bir so'm mablag' shu xalqimizni muammosini hal qilishga qaratildi. Shu masalalarda deputatlarimiz juda munozarali bo'ldi, muhokama qilindi. Qo'yilgan masalalar birma-bir atroflicha muhokama qilib, shunga qarab hal qilish choralari ko'rildi. Sessiyada huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlarining 2026-yilning 2-choragi hamda 6 oylik faoliyati bo'yicha hisobotlari eshitildi. Viloyat prokurori maishiy korrupsiyaga barham berish va jinoyatchilikni oldini olish borasidagi aniq raqamlarni ochiqladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i esa mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va kriminogen vaziyat bo'yicha istiqboldagi vazifalarni belgilab berdi. Yo'l transport hodisalarini oldini olishdagi kamchiliklar ham atroflicha tahlil qilindi. Inson manfaatlarini himoya qilish yo'nalishida prezidentning viloyatdagi xalq qabulxonasi axboroti hamda bola huquqlari bo'yicha mintaqaviy vakilning yillik hisoboti atroflicha muhokama qilindi. Sessiya yakunida kun tartibidagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan barcha masalalar yuzasidan xalq deputatlari viloyat kengashining tegishli qarorlari qabul qilindi.